Hadeb Safiyaga tvorojniy pirog uchun yugurmasdan bu safar o'zimiz shunaqangi yumshoqqina qilib uy sharoitida tvorojniy pirog tayyorlaymiz. Ishimizdan avval saryog' bilan unni kukun holatiga keltirib olishdan boshlaymiz. So'ngra quruq massalar, un, razrahитель, shakar, vanilin qo'shib aralashtirib olamiz. 2 dona tuxum sarig'i va haqiqiy pazandalar tanlovi pyure milk smetanalardan solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib, yarim soatga xolodilnikka solib qo'yamiz. Bu orada tvorogli nachinkasini tayyorlab olamiz. Buning uchun menga pyure milkini tvoroglari kerak bo'ladi. Shakar, 2 dona tuxum oqi va limon sedrasidan solib, qoshiqchada yoki bo'lmasa ruchnoy blenderda yaxshilab aralashtirib olamiz. Dam olgan xamirlarimizni katta va kichik zuvalachalarga bo'lib olamiz. Katta xamirimizni qolipga yoyib, chetlarini chiqarib, tayyorlab olgan tvorogli nachinkasini solamiz va ustiga kichkina xamirni yoyib, uzun lentachalar kesib olib, pirogimiz ustiga rombik shaklini berib terib chiqamiz. Yana ozgina xamiridan ortib qolganingda unga gul shaklini berib terib chiqdim. Tuxum sarig'iga ozgina sut qo'shib, ustiga surib 180 gradusda 30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pirogimiz pishguncha yoniga muzdekkina ice coffee tayyorlab olamiz. O'zingizga yoqadigan kofe, shakar va qaynagan suv qo'shib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Stakanimizga solib, ustidan muz bo'laklari va pyure milkini fermamizdan oilangizga taqdim qilingan muzdekkina sutlaridan qo'shamiz. Pirogimizni ham yuzlari qizarib pishib chiqibdi. Bemalol dasturxonga tortishingiz mumkin. Oling, siz ham yeb ko'ring.